125 cho'chima ukam qadini tik tutgan. Samigilarni ashta kiyopsan. Mana endi to'g'ri yo'ldasan. Mashg'ulot qilasan, to'g'ri ovqatlanasan, xudo xolasa men sababchi bo'laman. Faqat to'g'ri yo'nalishda ketsang, 3 oyda yaxshi formaga mana shu qorningni yo'qotamiz inshaalloh. Senga ham shu taalluqli. Tushundingmi? Hurmatli ota-onalar, sizlarga murojaatim. Farzandlaring shunaqa holatga kelib qolmasdan oldini olish kerak. Bu narsa o'zi aslida kasallik. Keyin kasalliklar chiqib kelaveradi. Agar sahr bo'lib qolsa, sahrning davosi bilasizlar yo'q hozir. O'shaning uchun semirish boshlandimi, tezroq zalga yoki to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri pitanaga o'tkazib olishlaring kerak. Agarda nimadandir cho'chsalaring, biz yordam beramiz. Bizga murojaat qilinglar, xudo xolasa, agar mablag' taraflama nimadir cho'chayotgan bo'lsalaring, biza nimadir bo'lsa ham sababchi bo'lib qolaylik. Farzandlaring bundaqa semirib yurmasin. Kasallikka olib keladi bu narsa. Ehtiyot bo'linglar. O'shaning uchun bu ukamizni proyekt qilamiz. Sizlarga ko'rsatib boramiz. Kun davomida qanaqa ovqatlanish va trenirovka jarayonlari. Hozir 125 kilo ekan, Sanchiqchi. Samigilarni bular 63 kilo ekan, zalga kelyapti. Bu o'zini irodasini ko'rsatib qo'yadi ukam. To'g'rimi uka? Xudo xolasa yaxshi bo'ladi.